Assalomu alaykum, bunchalar zo'rsan ko'rsatuvni qadrli muxlislari, hormaylar, kayfiyatinglar yaxshimi? Mana qo'limda mandarin, Farina. Mana bozorda ko'p mandarin ko'rsangiz, ananas bilan bilavering, yangi yil yaqin degani. Ha? Havo ham sekin mana yangi yil mos bo'lyapti. Bugundan sekin sovuq tushdi. Ertadan qalin kiyimlar kiyamiz, chemodanlarni ochamiz. Ha, esingizdami? O'tgan yili yangi yil sonida olayotganimizda tomoshabinlarimizga, ya'ni muxlislarimizga mandarin sovg'a qilgan edik. Yangi yil tuhfasi sifatida. Nima sovg'a qilsak? O'ylab ko'rish kerak, lekin mandarin emas. Mandarin lekin yoniga mador qo'shishimiz kerak ekan. Keyinchi mandarin bu bilsangiz, Farinaxon eng zo'r tekin atir. Mana postini olib qilsangiz anaqa kelib yuradi. Bilinyapti, o'zingizdan ham shunaqa hid kelyapti hozir. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuv yana xonadoningiz mehmoni, yana sizlarga o'sha issiqqina, qaynoqina intervyularni ulashishadi. To'xtang, gapiryapman-da. O'sha gapirib ko'ring. Bo'pti, bittasini bering. Mana mikrofonimizga ham mos ekan ranglari. Yana milliy rang emas. Hayotingiz ham mana shunday rang-barang bo'lsin, yorqin bo'lsin, yorqin ranglarga. Albatta. Biz boshladik ko'rsatuvni 1 2 3 deb bunchalar zo'rsan. Yorqin deganingizga Yorqin aka esimga tushib ketdi. Tel va man Majnundan farqi yo'q. farqi yo'q. Akam ko'rsatuvimizni rostagasi muxlis ekanlar lekin. Ashad deysizmi? Muxlisman. Chiqqandan berimi yo? 3 yildan beri. Endi yoqadimi ko'rsatuv? Nima yoqmaydi? Nimasi yoqadi? Nima yoqmaydi? Hamma narsa yoqadi. Mana boshqa ko'rsatuvlardan ko'ra bizni yutug'imiz nimada? Alo bahoda. O'ylamadingiz chiqaman deb. Niyat qo'ydim, ertalabdan niyat qo'ydim. Ertalab niyat qilib chiqding. Ha, ushlab oldik. Endi savollarga javob berishingiz kerak-da. Hop. Bilasiz-a, firminning savolim qaysiligini? Hop. Birinchi muhabbat kim edi? Birinchi muhabbat Shohlo. Shohlo. Yangamisilarmi? Ha, sizlar. Yangammi birinchisi? Ha? Qo'rqar ekansiz-a? Nima? Mazgi. Endi undan oldingilarni aytmadingiz-ku. Yo'q, aytmadim. Maktabdagilar nima bo'ldi? Maydalar o'tib ketgan-ku endi. O'tib ketgan. Yangam bittasi zo'ri. Bitta zo'ri. Bitta bo'lsin, Zo'r bo'lsin. oxirgi marta qachon sevishingizni aytdingiz? Har kun aytaman. Hozir telefon ayta olasiz. Aytalaman. Qoling telefoningizni. Shalo jonim. Men seni yaxshi ko'raman men. Jonimdan ortiq sevaman men. Hamisha dunyo turincha turgin. O'zingni itoat qilgin. Hayajonlanma. Nima bunday bo'ldi? Ya aytaman-ku. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Bir umrim bilan vujudim bilan sevaman men seni. Men ham sizni. Bo'pti, xayr. O'zingni itoat qil jonim. Bo'pti. Bu sevgi qattiq. Bu Shohruxxonning sevgisiga ham dam berib yubordik. Bu Hindistonlik. Nima? Necha yillik sevgi bu? 35 yillik. 35 yildan beri bitta insonni sevasiz. Ha. Baxtlimisiz? Juda. Men havas qildim lekin Albatta. bunchalar zo'rsan deb qo'ying. Munchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormang. Yaxshimisizlar? Biz yaxshimiz. Hayot nimasi bilan shirin, go'zal deb o'ylaysiz? Achchig'i bilanmi-ki, shirini bilanmi? Hamma narsasi o'z vaqtida bo'lgani yaxshi. Siz Endi bo'ladi-yu, baribir. Achchig'i ham, shirini ham bo'ladi hayotda. siz hayotda ko'p achchig'iga duch kelganmisiz yoki shirinigami? Shirini ko'proq menimcha, chunki shirini farzandlarim bor, Xudoga shukr, xo'jayinim bor, oilam bor. Shunisi menimcha eng ko'p yaxshi tarafi. Har bir yigit kishiga, erkak kishiga sizni yaxshi ko'raman va shirin so'zlar yoqsa kerak. Nima deb o'ylaysiz? Yoqadi albatta. Hozir ishdalar. Lekin qo'ng'iroq qilsangiz albatta ko'taradilar. Qo'ng'iroq qilib, sizni yaxshi ko'raman, farzandlarim baxtiga omon bo'ling, siz bilan men baxtliman deysiz. Hayron qoldiraman-da lekin. Hayron qoldiravering-da, o'sha hayron qoldirganingiz ular uchun qiziqarli. Adasi, assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshi ishlayapsizmi? Ha? Men sizni yaxshi ko'raman. Vaqtimga sog' bo'ling. Rahmat. Tamam, sog' bo'laman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Rahmat. Qo'yil. Tasanno, ko'zingizdagi yoshlar qanday ko'z yosh? Sevish, sevilish, yaxshi ko'rish, hurmat. Hammasi ko'zim oldidan o'tdi-da hammasi. Bunaqa aytmaganim uchun. Ancha bo'lgan bu gapni aytmaganingizga. Aytmaganimga. Agar bu gap bo'lmasa, hayot qanday bo'lar edi? Bu fundament menimcha oilani. Shu juda ham zo'r, albatta. Bu degani bu gaplar sizni yaxshi ko'raman, sizni sevaman, sizni hayotimsiz degan gaplar
oila mustahkam bo'lishiga juda ham muhim va sababchi. Juda ham samimiy chiqdi intervyuimiz, go'zal bo'ldi. Mehrga haqiqatan ham juda ham to'la bo'ldi. Ayniqsa o'sha turmush o'rtog'ingizga qo'ng'iroq qilib, sizni yaxshi ko'raman deganingiz va ko'zingizdan samimiy ko'z yoshlar to'kilgani juda ham go'zal bo'ldi. Bunchalar zo'rsan deymiz. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onam qandaysiz? Yaxshimisizlar? Yaxshi, Kayfiyat rahmat. Zo'r. Ana nima shavollar o'chirdi bugun, nima harakat? Ro'zg'or? Ro'zg'or. Bu hech to'lmaydigan narsa. Ro'zg'or. Eng ko'p nimaga pul ishlatasiz mana? Farzandlarimga, o'qishlariga, Rostda. repetitorlariga, Nechta tillingiz bor? trenirovkalariga. Nechta tillingiz? 5 ta jannatim bor. Kimlar? Qizlarim? 5 ta qiz. 5 ta qizim bor. Tinglasini, gap yo'q, 5 ta farzand. 5 ta farzand. Mana hozir siz nominatsiya qo'yib chiqasiz farzandlaringizga. Eng ko'p gapiradigan farzandingiz. Ismi? Sarvinoz. Sarnoz. Eng kam gap. Yo, Og'ir ichida bosiqroq bor. Sevinch katta qizim. Ana eng kayfiyati har safar o'zgaraveradigan qaysi biri? Bir kulib yuradi. Sarvinoz. Sarnoz. Yo'q, eng ko'p pul ishlatadigan. Sarvinoz. Voy bechora. Eng kiyim yaxshi ko'radigan. Sarvinoz. Men hetdan bo'lib ketdim deydi. Oxiri chiday olmabdi bechora. Eng mehribon. Sarvinoz. Qolgan qizlaringiz ham bor, opa, siz bilasiz. Bor, lekin Ular qaysi yo'nalishda chempion? Eng ana ko'rinish bo'yicha sizga o'xshagan qaysi? Sarvinoz. Dadaga o'xshagani? Sevinch, Robiya, Rayona, Maryam adasini o'zi. Ular hamma dadaga tortdi. Dadaga tortdi. Pocham qayerdalar hozir? Ishtalar? Ishdalar. Bilmaysiz? Ishtalar. Men ko'rdim. Yo'q, qo'sh ishtalar. Yo'q, o'zim ko'rib kelaman ishtalar. O'zing tekshirib ham kelasiz. Ha, o'zim tashlab ketdilar hozir. Oxirgi marta qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz ularga? Har kuni aytaman. Qancha ilmoq ayta olasiz? Onamga-da. Mayli. 10 ta bolalari bor. Sizlar 10 ta farzandsizlar. 10 ta farzandimiz. Siz nechi? Men 3-chisiman. 3-chi. Onamga rahmat, shuncha farzandi. Aytaman, telefon qilsalar, "Qalaysan qizim, yaxshimisan?" desalar, "Ha, jinnixonada yaxshi o'tiribman" deyman. Ha, telefon qilamiz. Qani, yaxshi ko'rishingizni aytamiz. Alo. Alo, oyi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Oyi? Ha, tinchman, yaxshiman. Oyi, sizga gapim bor edi. Ha, gapir. Men sizni rosa ham yaxshi ko'raman. Siz men jannatimsiz, eng yaqin dugonamsiz. Siz boringizga shukr, yaxshi ham yonimdasiz. Vaqtimga sog' salomat bo'ling. G'animatim, omonatim, onajon. Men ham yaxshi ko'raman. Adamni ham yaxshi ko'raman. Rahmat ona, sog' bo'ling. Mana hop, sog' bo'lgin. Onam qo'shnimlar. Yo'q. Yo'q, mana opa sizga men to'g'risini aytay havasim keldi. Siz eng boy inson ekan. 5 ta farzand, ota-onangiz yoningizda ekan. Hammaga shunaqa nasib qilsin. Bunchalar zo'rsan. Rosa orzu. Rahmat, xo'p bo'ladi, omon bo'ling. Hormang. Salomat bo'linglar. Intervyuimizni ko'rdingizmi? Ko'rdim. Kayfiyat ulashdikmi? Xursand bo'ldingizmi siz ham? Bo'ldik ya. Siz kimni esladingiz mana shu intervyu olayotganimizda? Uydagilarda hammasini. Turmush o'rtog'ingizni esladingizmi? Turmush o'rtog'im yonimda turibdi. Yonimda. Yaxshi ko'rishingizni aytgingiz kelib ketdimi? Aytamiz har doim. Qanday baxtda turmush o'rtog'ingiz bilan birga yon rastalarda ishlayaptilar, qoyil. Birinchi muhabbat deganda nimani eslaysiz, nimani yodga olasiz? Bilyaptilar, bu jonimiz. Yoki hozir aytishga qo'rqyapsizmi? Onajonimiz urushib berishlari mumkinmi? Shundaymi onajon? Bor. Bor. So'ragansiz, bu savolni bergansiz. Qachon aytgandingiz? Sizda ham birinchi muhabbat bo'lganmi? Mendan avval deganmisiz? Aytganmilar? Aytgan. Jahlingiz chiqmaganmi? Yo'q. Yo'q. Hozir ko'p aytadilarmi yoki oldin juda ko'p aytganmilar sizni yaxshi ko'raman deb? Hozir ko'p aytadi. Yaxshi, zo'r. O'sha birinchi uchrashuv bo'lganmisizlar davringlarda? Birinchi uchrashuvda qanday sovg'a bergan edilar? Eslaysizmi yoki Yo'q, esimda yo'q bu narsa. Yo'q, esimda yo'q. oxirgi marta qanday sovg'a berdingiz? Uni eslasangiz kerak. Men seni yaxshi ko'raman dedi. Hozir ham jasorat bilan turmush o'rtog'ingizni ko'zlariga qarab, sizni yaxshi ko'raman deya olasizmi? Aytamizda. Ne aytmaymiz? Sizga surprizimiz bor. Ko'zlariga qarab turing faqat. Marhamat. Men sizni yaxshi ko'raman har doim. Bu hayot Sizdan qanday javob bo'ladi? Rahmat. Rahmat. Rahmat tozimi? Bo'ladi. Sizdan ham men ham sizni yaxshi ko'raman demaysizmi? Albatta, yaxshi ko'raman. Qanchalik? Juda kattalik. Juda kattalik. Omon bo'linglar. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyat qalay? Zo'r, a'lo. Yog' qalay bo'lyapti? Zo'r. Yangi yilga tayyorgarlik.
Mavsum qiziydi. Zo'r aka. O'ylab ko'ring, ulgurmay qolasiz, shogird kerakdir balki. Bo'ldi aka, siz boru. Meni aytyapti. Kelasizmi? Bitta yomon odatim bordi. Ishga kirsang aybini aytib kir deydi. Men uni yaxshi ko'rgan qizlarim kelsa tekinga berib yuboradigan odatim bordi. Mana ham shu aka. Bo'pti bir xil. Foydaga chiqmas ekanmiz bu yil xudo xohlasa. Shunaqa. Sizmi? Yahyoxon aka. Yahyoxon aka. Asli qayerlik? Qo'qonliman aka. Oddiy. Aha. Sog'inayapsizmi? Borib turamiz aka. Ko'proq kimni sog'inasiz men Toshkentga yurgan payt? Uydagilar shu yerda hammasi. Aha. Endi nima borib kelasiz oddiy? Endi ishlar borda, u yoqda ham. Bizneslar bor. Bizneslar bor. Shunaqa. Birinchi muhabbat kim edi? Birinchi muhabbat maktabda bo'lgan. Ismi Birinchi harf. Z. Zarifa. O'zim aytaman. Keyinroq. Yo'q, mana o'zi ko'rayotgan bo'lsa nima gapingiz bor? Vaqtli bo'lsin shu. Ha. Nima ushlab qolishga harakat qilmadik? Endi vaqt bo'lmadi. Endi yaxshisi nasib qilar ekanda, xudo xolasa. Shunaqa. Birinchi muhabbat ham ona. Shunaqa. Ularga nima uchun rahmat degan bo'ladi? Endi shu bergan tarbiyalari uchun. Yaxshi, yaxshi ko'raman deb qo'ying. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Omon bo'ling. Ana kuni bitta qiz bilan turuvdingiz. Aha. Kim edi? U kuni gaplar. Hozir mandarin kilosi nechi pul? 35 ming. 35 ming. Bir 5 kilocha oldi, keyin necha bo'ladi, nomeringizni berib bering dedingiz, men ko'rdim. Shunaqa. Berdimmi? O'ziniki? Telefon qilganim yo'q hali. Ana kuyda. Assalomu alaykum. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvga xush kelibsizlar. Endi sizlardan intervyu olamiz, sizlarning kayfiyatingizni ko'taramiz. Mana shunday salqin, sovuq ob-havolardan sizlarning kayfiyatingizni nima ko'taradi? Kayfiyatimiz. Biz o'zi tug'ma kayfiyati a'lo bo'lib tug'ilganmiz. Sizlar shunda onangizdan o'tgan sizga. Yo'q, bu oyijonim, qaynonam bo'ladilar. Qaynonangiz endi oyijoningiz-ku demoqchiman. Yaxshi. Necha yil bo'lyapti kelin bo'lib tushganingizga, kelin bo'lganingizga? 3 yil bo'lyapti. Uni qaynonangiz o'zlari topdilarmi sizni yoki turmush o'rtog'ingizmi? Turmush o'rtog'im topdilar. Oyijon, bu yil shu qizni kelin qilamiz dedilar. Bir ko'rishda sizga yoqdimi qizingiz? Juda ham yoqadi. Qaysi jihatlari ko'proq yoqib ketdi? Ochiq chehraligi, shirin so'zligi, mehribonligi juda ham yoqadi. Qaysi taomlarni juda ham mazza qilib iste'mol qilasiz? Yana bir pishirib bersang yo'qlamasdim deysiz. Qozon kebabni zo'r qiladi. Yaxshi, siz oyijoningizni qaysi taomlarni yaxshi ko'rasiz? Oyijon qayish degan taomlari bor, juda ham zo'r qiladilar. Navoiy, Zarafshonda ko'p qiladilar. Birinchi marta kelin bo'lib tushganimda qilib bergandilar. Juda ham og'zimda qolgan, juda ham zo'r taom. Onajasiga savolim bor. Ko'proq keliningiz sizga yaxshi ko'rishlarini aytadilarmi yoki o'g'lingizmi? Ko'proq kelinim. Bunga sabab nimada? Ochiqligi, mehribonligi, shirin so'zligi ham ko'nglimga qaraydi juda ham. Mana yosh ham yaxshi ko'raman kelinimni. Juda ham zo'r qo'yil. Yosh oilalarga ko'proq qanday maslahat berasiz oilalari mustahkam bo'lishi uchun? Oilada fayz va baraka bo'lishi uchun avvalo ayol kishiga bog'liq. Masalan, mana kelinim ochiq yuzlik bilan xo'jayinlarini chiroyli kuzatadi o'g'limda. Juda ham xursand bo'laman. Kelinim xuddi o'zimga o'xshaydi. O'g'lingiz ham tanlashni bilibdilar-da. To'g'rimi, sizni ko'nglingizga yoqadigani va o'zlarining ko'ngillariga yoqadigani tanlabdilar. Birinchi uchrashuvda nima berganlar sizga? Qanday sovg'a? Suvenir berganlar. Qanday sovg'alar ko'proq sizga qadrli? Nima bersalar ham, oddiy narsa bersalar ham, katta narsa bersalar ham men uchun hammasi qadrli. Muhimi bir-birimizni sevib, sevilib, mehrimizga bir-birimizga tushib, shukur qilib yashasak, shu narsa menga juda yetadi. Shu fursatdan foydalanib oyijoningizga yaxshi ko'rishingizni aytib, yuzlaridan o'p qo'yib, qattiq bir quchoqlasangiz, bir mehrlariga to'ysa, nima deysiz? Bo'ladi. Marhamat. Oyijon, sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukur. Qaynonajon, qaynona, ko'nglingiz olay ona, jonim ko'zim desangiz, bo'lay sizga parvona. Shunday o'g'il tug'ib berganingizga katta rahmat. Ananay, assalom. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Sovuqlik qiynamayaptimi? Yo'q. Bu yoq mana sekin qish kelgani bilinyapti, sekin. Sovuq. Mana suvdagi aloqasi bormi mana havo? Bor. Qish bo'lsa kamayadi odam. Yo'q, ko'payadi aksincha. Bayram boshlandi. Yangi yilga yaqin ko'payadi. Yo, misol uchun ertaga qor yog'arsa, sekin odam kamayadi. Yo'q, qorda ham chiqishadi. Opa, yangi yil kuni ham ishlagan paytlaringiz bo'lganmi? Bo'lgan, albatta. Pul o'lsin, ha, pul o'lsin. Yangi yildan 2 soat oldin kirib ketamiz uyga. Uyda kim dastyoringiz? Kim yordam berib turadi? Qizim bor. Qizlar. Tayyorgarlik ko'rib turadi. Chaqan qilib qo'yasiz hammasini. Nechta farzandingiz bor o'zingiz? 3 ta farzandim bor. Nechta o'g'il, nechta qiz? 2 ta o'g'il, 1 ta qiz. Obedda bir o'zingiz ishlaysiz? Yo'q, ana o'g'lim bor. Zo'r. Men yaxshi ko'rishiman. Oynaga har aytib yuraman. O'g'lingiz
oyimga ayting uylantirmayaptilar deydilar. Uylantiramiz, xudo xohlasa. Vodiyga boramiz, xudo xohlasa. Navbat buniki endi. Onajon, mana 3 ta farzand katta qildingiz. Onani qadrini bildingizmi? Albatta bilaman. Qanaqa bo'lar ekan ona bo'lish? Mana o'zingiz katta qildingiz. Nimada qiynalgan ekanlar onajon? Onalarga qiyin. Onani so'z bilan ifodalay olmayman. Oxirgi marta ularni nima xursand qildim deb o'ylaysiz? Onajonimdimi? Har kuni xursand qilaman. Hol-ahvollarini so'rayman. Gaplashaman. Onajon orqali hozir ularga rahmatlaringizni ayting. Onajonim, siz uchun hamma narsaga tayyorman. Sog' bo'ling, baxtimizga. Dadam bilan qo'sha qaring. Doim oilamiz to'g'risida bo'linglar. Yaxshi ko'raman. Umringiz sog' bo'lsin. Sizni jonimdan ham ortiq ko'raman, onajonim. Bunchalar zo'rsan. O'g'lingizga aytdim, yangi yilga yordamga chiqaman men sizlarga. Albatta. Nech pul berasizlar? Sizgami? 500 ming beraman. Keling. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlar juda ham zo'r. Xudoga shukr. Bor ekan-u, mendan ham intervyu oling degan insonni o'zi bizga ruxsat bersa, o'zi taklif bersa, juda ham xursandmiz. Men ham xursandman. Bu yerda qanchadan beri ishlayapsiz? Sizni avval ko'rmagan ekanman yoki-da o'tib ketgansiz, ko'rgansiz-ku, biz intervyu bermaganmiz o'sha paytlar. Yo'q degansiz. Yo'q deganmiz, balki. Lekin aynan bugun nima sababchi bo'ldi mana shu ko'rsatuvga chiqishingizga? Ko'nglingiz sababchi bo'ldi, aqlingizga Yo'q, ko'nglim tortdi o'sha narsaga. Har doim ko'nglingizga qarab ish tutasizmi? Ha, shunaqa. Ko'ngil aldamaydimi? Yoki aldaydimi ba'zida? Ba'zida aldab qolishi ham mumkin, lekin ko'nglimga o'zimga ishonib, keyin ishni qilaman. Ko'proq ko'nglingiz qanday insonlarni har doim hurmat qilgan? O'zini qadrini biladigan insonlarni, o'zini sevadigan insonlarni men ham qadrlayman, hurmat qilaman. Qanchalik o'zingizni yaxshi ko'rasiz? Endi unisini aniq nima qila olmayman-ku, lekin o'zimni juda ham yaxshi ko'raman, o'zimni hurmat qilaman. O'zini hurmat qilgan ayolni hamma hurmat qiladi. Hozirgi kunda eng yaqin do'stingiz, sirdoshingiz kim? Onam bo'ladi, turmush o'rtog'im bo'ladi. Onajoningiz necha yoshdalar? Onam 63 ga kiradilar bu yil, xudo xohlasa. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuv muxlislariga qanday tilaklaringiz bor? Bu ko'rsatuvni juda ham yaxshi ko'raman. Hamisha chiqqim kelardi, mana oxirgi niyatimga yetdim. Ko'p marta kelardik, lekin ko'rmasdik. Turmush o'rtog'imga ham aytardim, televizorda ko'rib o'tirganda, "Hali bir kun bozorimizga keladi, men albatta chiqaman o'sha narsaga" derdi. Va sizga yaxshi ko'rishimni aytaman deganmisiz, va'da berganmisiz, bermaganmisiz? Aytganman. Yaxshi, ha. Keling bo'lmasam hozir mana aytgan bo'lsangiz ularga mana shu gapni qo'ng'iroq qilib turmush o'rtog'ingizga yaxshi ko'rishingizni aytasiz. Bo'ldi, aytamiz. Jasoratni qarang. Lekin marhamat, telefonlarni olamiz. Assalomu alaykum dadasi. Men sizni juda ham sevaman, yaxshi ko'raman. Shuni aytish uchun men sizga telefon qilyapman. Sizchi? Siz ham sevasizmi yo'qmi? Shuni ayting-da. Xo'p, rahmat. Boringizga shukr, xo'p. Ortig'i bilan aytdilar. Qarang qanchalik xursand bo'ldingiz. Qanchalik biz xursand bo'ldik bu gaplarni eshitib. Bunchalar zo'rsan deymiz endi. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Ey, kayfiyat qarang. Sog'monmisiz? Bu qayerdan keldi bular? Daryodan kelganda. Ya, Xorazm baliq, Sirdaryo baliq bor. Chinoz, Xorazm. Chinoz bo'lsa shirin ekanda. Nazar. Va hozir mavsumi balig'i. O'zingizdan mana shu yil hisobidan, qish hisobidan nechta marta yedingiz baliq? Ko'p yeyman, baliq. Sotaman gazdingda. O'zi mana hech mana rostdan baliq ovlashga chiqqanmisiz? Yo'q. Biz faqat qizlar ovlaymiz deydi. Mazgi. Kunlimi, oylimi sizlarniki? Oylik. Oylik. Sizda ham shunaqami? Oylik chiqmasdan turib pullaringiz tayyor turadimi? O'zi oylik keladi ketadi, shunaqa narsada oylik. Birinchi o'rinda qizlarga sovg'a olish kerak. To'g'rimi? Asli qayerlisiz? Qashqadaryo. Kim bilan sog'indingiz endi uydagilardan? Ota-ona. Aka-uka. Muhabbatlar. Ana kuyda. Ko'rdinglarmi? Ha. Yo, aka, ismi nima edi birinchi muhabbat? Muhabbat yo'q bilan. Aldamay maktabda bo'lgan-ku, taolingda vijdonam insofim. Bo'lmagan. Yolg'on gapirayotgan bo'lsam, mana shu baliqlar bo'lib qolsin deychi. Ko'rdingizmi? Ko'rdinglarmi? Aytamayapti. Nima gapingiz bor oningiz ko'rayotgan bo'lsa-da? Gapim yo'q. Iye? Bormi ora? To'satdan kelib qoldi. Ha, onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Men katta qilganingiz rahmat. Qani? Ayting. Ona, men sizni yaxshi ko'raman deng. Ona, men sizni yaxshi ko'raman. Ana, bo'lar ekan-ku. Keyin qizlarga ham aytingchi. Bunchalar zo'rsan. Nechinchi marta sizdan intervyu olishim, eslaysizmi, eslamaysizmi? Bir 4 marta yo 5 marta olgan. Ha, shunday. Nima deb o'ylaysiz? Sizga o'xshab mana shunday omadli bo'lish uchun, mana shu ko'rsatuvga qayta chiqish uchun nima qilish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Harakat qilish kerak. O, qanday harakat qilish kerak? Muxlislarimizga ham ayting, chunki sizga havas qilib turgan muxlislar juda ko'p hozir ayni paytda. Lekin bilasizmi, o'sha-o'shasiz. Yosharib ketyapsiz. Siri nimada ekan? Orqaga tashlaverish kerak hamma narsani. Yutish kerakmiz. Aha, siqilish kerak emas, deng. Yaxshi. Sizning atrofingizda qanday insonlar ko'p deb o'ylaysiz? Mana atrofimda yomon ham bor, yaxshi ham bor. Ikki qo'l bari birmas.
Bunchalar zo'rsan deymiz. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Zo'rsiz. Rahmat, siz zo'rsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Qalaysiz jigar? Yaxshi. Kayfiyat zo'rmi? Bugun tug'ilgan kunlar. Bugun tug'ilgan kun 7 ga kirdi, xudo xolasa. 7? Ne? Qachon uylantiramiz? Bormi qiz? Ya. Bog'chada yo'qmi? Topmading. Bog'chada kayfiyatingiz qanday? Maktabga boradi. Yaxshi, rahmat. Nechta farzand o'zi? 3 ta farzandim bor. Bu eng kichkinamiz. Erkatoy shu. Erkatoyim shu. Eng ko'p pul ishlatadigan. Ha, shunaqa. Mana bugun tug'ilgan kun nishonlayapmiz endi. Qayerga boraylik bugun? Bugun uyga, xudo xolasa. Nima ovqat? Xohlagan ovqatni aytib beramiz. Nima ovqat qilsinlar? Pochcham qanday? Ishtalar? Ishtalar. Pulni sizga berdilar. O'zing yo'qni amalar. Biz hal qilamiz bu Yo'q, mana 3 ta farzand katta qilyapsiz. Ona bo'lish osonmi? Qiyin. Pul topishdan bola farzand katta qilish juda qiyin ekan. Sizlar o'zingizlar nechta farzand katta bo'lgansiz? 4 ta. 4 ta. Siz farzand? O'g'il, bitta qizimiz. Onangizga qanchalik oson yoki qiyin Juda bo'lgan? qiyin. Turmushga chiqqandan keyin bildim qiyinchiligini. Onangiz sog'inib yig'laganmisiz hech to'ydan keyin? Juda ko'p. Hozirgacha yig'layman. Yo'q. Qanchada bir o'zi borasiz? 3 oy, 4 oyda. Onangizga oxirmat qachon yaxshi ko'rsangiz aytasiz? Har kun aytadi. Aldamang unaqa. Mana hozir aytib, onajon men sizni yaxshi ko'raman, quchoqlab qo'yarasizmi? Ayting, men sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi. Endi bilasizmi, qaytar dunyo degan narsa bor. Hozir farzand sizga aytdi, endi siz onajon orqali oyingizga. Onajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizni qiyinchiliklaringizni men hozir janob qilyapman hayotim davomida, sezyapman, ko'ryapman, bilyapman. Rahmat sizga. Agar sizni xafa qilgan bo'lsam, meni kechiring. Ya, mana xudo xolasa, men niyat qildim, xudo xolasa mana. Kim bo'lmoqchisiz katta bo'lsangiz? Harbiy. Harbiy. Eng zo'r bo'lib, kamida general bo'lib, sizlarni ko'zinglarni quvontirib yursin. Rahmat sizlarni. 5. Bunchalar zo'rsan. Azizlar, sizlar bilan bunchalar zo'rsan ko'rsatuv bo'ldi. Sherigim kelmadilar, yo'qlar, balkim intervyulari cho'zilayotgan bo'lishi mumkin, balkim qizlarga gap otishlari mumkin. Abbos ovoz keldim. Eshitdinglarmi? Alo, bu yoqqa. Sal deb. Siz Qalaysiz? nima qilyapsiz? Endi men eshitdim. Balandda o'tirish kerak deyishdi, men balandga chiqib oldim. Bundan baland yo'q. Endi chiqishga chiqdim, tusha olmayapman. Ko'rinib turibdi, o'zi ichingiz qo'rqib, qayerdan ham chiqdimi, qayerdan ham chiqdimi deb turibsiz. Bu qo'l qaltirash qo'rquvdan emas, bu sovuqdan. Mayli, qadrli yurtdoshlar, nima deymiz? Mana shunday ko'taring kayfiyat o'z ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Bir ertalarga tushib olsam, ertaga efirga kelishi mumkin. Qarina, balanddan gapirish qalay bo'lar ekan? Zo'r. Xayrlashing, marhamat. Azizlar, sizlar bilan bunchalar zo'rsan ko'rsatuv bo'ldi. O'zingizni asrang, sog'-salomat bo'ling. Biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sovuq kunlarda qalinroq kiyining, o'zingizni asrang. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuv sizlar bilan bo'ldi. Tezlashing, bo'ldi. Tepada turish oson emas, Farina. Gapiring. Bo'pti. Omon bo'linglar, qadrli yurtdoshlar. Ertagacha 1 2 3 bunchalar zo'rsan. Farina, tegidan ushlab turinglar, kimdir yordam bersin endi. Men yordam bermayman. O'zingiz tushing. Men ham deymiz. Ishonganim tashab ketdi. Eson-omon tushib olsam, mikrofon kerak, men kerak emas, ha? Mayli. Men tushib olsam mikrofon ham tushmaydi.